Ahmad Farg'oniy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida maromiylik loyihasi doirasida to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirishda davlat va jamoat tashkilotlarining roli mavzusida seminar-trening o'tkazildi. Treninglarda tegishli davlat tashkilotlari mas'ullari, ijtimoiy soha vakillari ishtirok etishdi. Tadbirning ochilish marosimida so'z olganlar maromiylik loyihasining bugungi kunimizdagi ahamiyati borasida to'xtalib o'tdilar. Ushbu loyihani ijtimoiy ahamiyati shundan iboratki, demak mamlakatimizda tashkil etilayotgan oilaviy tantanalar, bayramlar, shu bilan bir qatorda to'y marosimlarini isrofgarchiliksiz tashkil etish va o'tkazish bo'yicha demak 90 kunlik targ'ibot dasturi belgilangan. Ushbu targ'ibot dasturining asosiy maqsadi o'sha hududlarda, demak joylarda keng aholi vakillariga demak o'sha oilaviy tantanalar, to'y marosimlarini tashkil etishda ixcham o'zimizning milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizga mos ravishda tashkil etish va o'tkazish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari tashkil etiladi. Shu doirasida demak bugun biza o'sha mahalla faollari, xotin-qizlar faollari, mahalla yettiligi va boshqa jamoat tashkilotlari vakillari uchun seminar trening tashkil etganmiz. Aynan ushbu targ'ibot tashviqot ishlarini joylarda qanday tashkil etish, uni asosiy maqsad vazifalari nimalardan iborat va ushbu loyiha doirasida kutilayotgan natijalar haqida demak trening davomida o'rgatiladi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi, din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi, oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Nuroniy jamg'armasi, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati va boshqa manfaatdor tashkilotlar hamkorligida e'lon qilingan dolzarb 90 kunlik va maromiylik loyihasi doirasidagi tadbir ishtirokchilari guruhlarga bo'lingan holda seminar-treninglarda qatnashishdi. Biz o'zimiz o'sha bevosita jamoatchilik orasida yurganimizda taklifli mulohazalarni juda ko'plab bildirishgan edi. Mana bugungi seminar bizni o'sha chekka qishloqdagi bildirilgan fikrlarni tizimga solib, mana shu bildirilgan kichik guruhlarda o'sha taqriz qilib yozib qoldirishligimiz va taklif mulohazalarni yig'ib, alohida bir kodeksga o'xshatib konsepsiya yaratilishini o'zi bir ahamiyatli bo'lsa, ikkinchi bir tomoni Farg'ona viloyat miqyosida oladigan bo'lsak, buni seminarda ahamiyatini. Mana biz gruppada 7 ta tumanda vakillari, 7 ta tumanda 5 ta o'sha mas'ul tashkilotlar o'sha 7 ta tumandagi manzarani ochib berishyapti-da. Qiyoslanib olib borilayotganligi bir yutuqli tomon bo'lyapti. O'zbekiston musulmonlar idorasida Qo'qon shahar bosh otimnoisi lavozimida faoliyat olib borar ekanman. Xotin-qizlarni mahallalardagi faollar bilan hamkorlikda mahallalarda Navro'z mustaqillik tadbirlarida aynan to'yni dabdabali qilib emas, balki qiz farzandlarini oliy ta'limda o'qitayotgan onalarni va o'sha kelinlarni oliy ta'limda o'qitayotgan qaynonalarni tashakkurnomalar bilan, o'sha sovg'alar, hadyalar bilan ularni taqdirlab, ya'ni xalqimiz orasida insonlarni chiroyli tadbirlarda katta mablag' evaziga o'tkazganlarni rag'batlantirish emas, balki o'sha dabdabavozlikka sarflayotgan pullarini, xarajatlarini farzandlarini kelajagi uchun investitsiya qilayotgan oilalarni namunali oila sifatida ko'rsatishimiz natijasida ancha bu narsalar me'yorlashtirilgan. Maromiylik loyihasi bizga dasturli amal bo'lib, keyingi ishlarimizni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu seminar-treninglar 13 dekabrga qadar mamlakatimizning turli hududlarida davom etadi. Asosiy maqsadimiz har bitta hududda o'zining hudumlarini, marosimlarini, to'ylarni qanday qilib tashkil qilishini o'rganish. Natijasida keyin yangi g'oya, yangi fikrlarni qanday qilib yoshlarning ongiga yetkazamiz. Chunki har bir hududda o'zining muammolari bor ekan, har bir muammosidan kelib chiqqan holatda yondashuv fikr g'oyalar shakllantiryapti. Treningda biz turli xil mashqlar beramiz. Birinchi ma'ruza shaklida yetkazganimizdan keyin ularning fikrlarini, tahlillarini eshitamiz. Tahlillarni eshitganimizdan keyin o'zlarining fikrlarini yozib berishligini, ma'lum bir loyihali proyektlar yaratganmiz. O'sha loyihada har bir hudud o'zining loyihasini yaratish masalasi bo'yicha ham ko'rildi. Keyin shu loyiha asosida bir tizimni shakllantirib dastur yaratiladi. Bu esa bu jamiyatimiz uchun, xalqimiz uchun bu manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Loyiha jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni mustahkamlash, isrofning oldini olish va milliy qadriyatlarga asoslangan me'yoriy hayot tarzini qaror toptirishga xizmat qilishi nazarda tutilgan.